13-cü misol. Hozirda soat 13:15 bo'lsa, 50 soat 50 daqiqadan keyin soat nechani ko'rsatadi? 50 soatu 50 daqiqadan keyin soat nechani ko'rsatadi? Shuni topishimiz kerak. Buni topishimiz uchun biza oldin boshda 50 soat 50 daqiqaning ichida necha dona kun bor, shuni topib olishimiz kerak. Bir kun 24 soat. 2 kunimiz 48 soat bo'ladi. Ya'ni 50 soatning ichida biza 50 soatni demak biza yozib olib bilamiz. 2 kun 2 soat, ya'ni 50 soat edi. 48 soatni olib tashladik. Uni 48 soatini kunga o'tirardik. 2 soat 50 daqiqa deb yozib olsak bo'ladi. Endi 13:15 ga biza qo'shishimiz kerak 2 kun 2 soatu 50 daqiqani. 2 kun, ya'ni misol uchun 13:15 ga biza 1 kundan keyin necha bo'ladi desak, yana shu 13:15 bo'ladi. 2 kundan keyin necha bo'ladi desak, yana shu 13:15. Ya'ni kunni qo'shsak, aylanib yana shu soatni o'zi keladi. Shuning uchun kun qismini tashlab ketsak ham bo'ladi. 13:15 ga qo'shishimiz kerak biza 2 soatu 50 daqiqani. Buni ustun-ustida qo'shib beramiz. 13:15 plus 2 soatu 50 daqiqa. Qo'shsak 5, 6, 15. Lekin bizada 65 degan minut yo'q. Ya'ni har 59 minutdan keyin 60-minutga o'tib 00:00 bo'lib ketadi. Shuning uchun bundan 60 ni olib 60 minutini olamizdan bu yon tarafga 1 minut qo'shib beramiz. Shunda bu bo'ladi 16:05 60 olib tashlasak. Demak, soat 16:05 ni ko'rsatadi ekan. Keyingi 14-misolimiz kasrlarni qo'shing. Buni qo'shish uchun kasrlarni qo'shishda asosiy qoida mahraj teng bo'lishi kerak edi. Buni 2 dan beramiz. Shunda x ni 2 ga ko'paytirsak 2x mahraj 24 plus 5 taqsim 24. Mahrajlar teng bo'lsa, mahrajga yozsa bo'ladi. 2x plus 5. Javob C. Keyingi 15-misolimiz 300 dan 8 ichida 3 raqam necha marta qatnashadi? 300 dan 8 gacha 3 raqam necha marta joylashadi? Qatnashadi. Buni topishimiz uchun biza boshda 300 dan boshlab 399 gacha bor, 400 dan 499 gacha bor, 500 dan 599 gacha, 600 dan, ya'ni yuzliklarga ajratib chiqamiz. Oxirgi 800 da baribir 3 raqami qatnashmaydi, uni olib o'tirmaymiz. Bilamizki, har bir yuzlikning orasida 20 dona bir xil raqam qatnashadi. Ya'ni bu faqat ikki xonasini hisob. Ya'ni 00 dan 99 gacha 20 dona bir xil raqam qatnashadi. Boshidagini bu 400 dan 499 gacha hammasini oldinda 4 bo'lgani uchun birinchi raqamni hisoblab o'tirishimiz shart emas. Bu yerda ham 20 dona. Buni darsda o'tganmiz, tushuntirib berganman. Birinchisida esa bu yerda 00 dan 99 gacha 20 dona plus 300 dan 399 gacha 100 dona son bo'lsa, shu 100'sini ham oldinda 3 raqami bor. Shuning uchun yana 100 dona 3 ni qo'shib qo'yamiz, ya'ni 120 dona. Jami bo'lib turib, hozir bu yerda jami raqamlar 120 plus 4 dona 20 80 200 ta ekan. Keyingi 16-misol yuzalar berilgan shakllarning kvadrat bo'lsa, uyalgan soha yuzini toping.
Birinchi katta kvadratga e'tibor beramiz. Uni yuzasi 81. Ya'ni kvadrati tomoni teng bo'ladi. Bu yerga a desak, yana a bo'ladi. Yuzasi kvadrat yuzasini topish uchun a ni a ga ko'paytirish kerak. Ya'ni a kvadrat edi. Qaysi sonni o'zini o'zidan ko'paytirsak 81. Ya'ni 181 chiqib turibdi bu yerda. 181 chiqish uchun biza a ni 9 deb tanlab olishimiz kerak. Demak, katta kvadratning tomoni 9 ekan. O'rtadagi 136 chiqish uchun tomon 6 bo'lishi kerak. 125 chiqish uchun tomon 5 bo'lishi kerak. Shunda katta umumiy to'rtburchakning tomoni bizada 9, 6, 5 degan kesmalarni yig'indisine teng bo'ladi. Shunda qo'shsak 20. Yan taraf esa yan taraf bilan teng, ya'ni 9. Katta to'rtburchakning yuzasini topib olamiz. To'rtburchak yuzasi bizada 20 ni 9 ga ko'paytirganimiz 180. Ya'ni umumiy yuzadan biza umumiy yuzamiz necha chiqdi? 180 chiqdi. 180 dan endi biza o'sha yerdagi kvadratli yuzalarini olib tashlaymiz. Ya'ni 81 bo'yalmagan joylarini olib tashlaymiz. 36, 25 degan joylarni olib tashlaymiz. Shunda bizada bo'yalgan joyi kelib chiqadi. 180 dan olamiz s bo'yalganini topish uchun 81 minus 36 minus 25. Javobi demak 38 santimetr kvadrat chiqadi ekan. Keyingi misol soat 12:10 dan 20:40 gacha soat va minut millari strelkalar necha marta ustma-ust tushadi degan savol. Ya'ni e'tibor beramiz. Soat 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hozir soat 12:10. Ya'ni soat mili 12 ni, minut milasi 10 ni, ya'ni 2 ni ko'rsatib turibdi. 20:40 gacha necha marta ustma-ust tushadi deydi. Soatning o'tishini tasavvur etamiz. Bu yerda minut mili shunday aylanib keladi. Aylanib kelish davomida soat mili 1 ga yaqinlashadi. 1 ga. Ya'ni 1 ga yaqinlashadi. Qachon 1 bo'ladi? Qachonki minut mili 12:00 da ko'rsatganda. Endi soat mili yana ozgina yurib boradi. Bu yerda minut mili yana bir marta aylanib kelguncha bu soat mili 2 ni ko'rsatadi. Ya'ni bu yerda soat mili 1 dan 2 ga o'tchak vaqtimda 1 u 2 oralig'ida bo'lgan vaqtimda minut mili uni quvib yetib 1 marta o'tib ketadi o'sha yerda. Ya'ni 1 marta ikkisi ustma-ust bo'lib qoladi. Nerdadir soat mili bilan minut mili ikkisi bir xil bo'lib qoladi ekan. Keyin yana minut mili 1 marta aylanib keladi. Bu 1 marta aylanib kelaman deguncha soat mili 2 bilan 3 ning orasida bo'ladi. 2 bilan 3 ning orasida bo'lgan vaqtimda yana 1 marta ustma-ust tushadi. Har bir soatning ichida ular ustma-ust tushib kelaveradi bu yerda. 3 bilan 4, 4 bilan 5 ning orasida yana 1 marta, 1 marta, 1 marta. Ya'ni bizdan so'rab qo'ydi 20:40 gacha. Ya'ni soat 8 va 9 oralig'ida. 20:40 ni o'zini ham tasavvur etib olish kerak. 20:40 ya'ni soat 8 dan 40 minut o'tdi. Hali bular demak 7 bilan 8 orasida yana 1 marta uchrashdi. Endi 8 bilan 9 orasida hali ular ustma-ust kelgani yo'q. Chunki bu yerda soat mili hali minut milidan aldiroqda. U soat mili 9 ga yaqinlashib qolgan. Minut milasi endi 8 ga keladi. Bu oraliqda hali ular ustma-ust kelgani yo'q. Demak, jamisini ko'rsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7
Keyingi misol quyidagilardan qaysi biri 688 ni ifodalaydi? Birinchi son ajrotni yozib olsak, D, S, L, X, 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 V 3 dona 1. D deganimiz 500 edi. S 100, L 50. Bular 10 dan 5. Bular hammasi bir-biridan. Qoida bo'yicha kichik sondan keyin katta son kelsa, biza kattadan kichikni olib tashlaydik. Bu yerda hozir hammasi kattadan keyin kichkina kelgan, ya'ni qoida bo'yicha yozilgan. Biz hammasini qo'shamiz bu yerda hozir. Shunda bu 500, 600, 650, 680, 685, 688 degan son ekan. Ya'ni shu ajrotning o'zi 688 ekan. Qolgan javoblarni qaysi sonni ifodalashini bir qator ko'rib o'tamiz. D, S, S. Shu o'rnisida bu 500, bu 100, budan 100 teng yozib ketamiz. Keyin L 50, X 10, V 5, 3 dona 1. Ya'ni 3 deb tursa ham bo'ladi. Bu yerdan katta sondan keyin kichkina son kelgan hammasida, kichkinadan keyin katta kelmagan. Demak, hammasini qo'shamiz. 750, 760, 768 chiqadi ekan bu javob. Shunga o'xshatib bunidan hisoblab qo'yamiz. Bu yerda S javobida 100, S deganimiz 100, M deganimiz 1000, L 50, X'lar 30, V 55 degan. 5 keyin 3. Bu yerda qoida bo'yicha xato yozilgani kichkinadan keyin katta kelgan joyi o'sha yerda edi. Kichkinadan keyin katta kelsa, bularni ayirib yozadi. 900. Qolgan holatda hammasi kattadan keyin kichkina keldi. Bu yerdagilardan hammasini qo'shamiz. Общий shunda 988 ekan bu javob. Keyin M 1000, S 100, L 50, X 10, V 5, 3. Hammasida katta sondan keyin kichkina son keldi. Bunda demak javob hammasini qo'shamiz. 1168 ekan mana javobi. Bizada to'g'ri javob A. Keyingi 19-misol. Agar A shuningdek B, S sonlari berilgan, A soni 0.7 bilan 1.5 ko'paytmasi. Ko'paytma hali o'tilmagan, lekin shu o'zini o'rgatib ketaman. Ko'paytirishning ongsoq yo'li boshda ustun-ustida ko'paytirishni o'rganib turaveraylik. Shu o'zimiz oddiy bilgan vergilni yo'q deb turib ko'paytirib ketaveramiz. 7 5 35, 3 yerda 5 0 0, 3 yerda 3 1 7 7 1 0 0 0 dan yozamiz. Qo'shsak 5 8 0. Endi bir yerda qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi ko'paytirishda vergildan keyingi xonalarni umumiy qo'shib sanaymiz. Vergildan keyin 2 dona xona bor umumiy. Demak, biz vergildan keyin 2 xona qoladigan aytib vergilni joylashtiramiz. A'ni qiymati demak 0.85 ekan. Buni qiymati 1 ga teng. S'ni qiymati 0.85 ni 1 2 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirsak 10 ni 0 bir yerda, 17 1 5 8 0. Qo'shsak 0 2 10 0 bir yerda 1. Vergildan keyin jami 1 2 3 xona qo'yamiz. 3 xonadan keyin vergil qo'yamiz. 1
0,02 oxiridagi 0'ni yozmaslik mumkin. Endi bu yerda taqqoslaymiz. Taqqoslagandan shart taqqoslaymiz. Virguli bor son bilan virguli yo'q sonlarni shart taqqoslaymiz. Eng birinchi virgulni oldindagi sonlarni taqqoslaymiz. Buni virgulni oldinda 0 degan son turibdi. Buni virguli yo'q degan oxirida turibdi degan. Ya'ni bu tarafni xohlagancha 0 yozish mumkin. Buni virgulni oldinda 1 turibdi. Buni virgulni oldinda 1. Demak, eng kichkinasi hozircha a ekan. Undan keyin s bilan b hozircha teng. Endi virguldan keyingi xonalarga o'tamiz. Mana bunda virguldan keyin b sonini virguldan keyin 0 turibdi. Undan 0. Undan keyin 0 xohlagancha yozish mumkin. Bunda undan keyin 0, bunda esa 2 turibdi. Ya'ni b s'dan ko'ra kichikroq ekan. A, b, s. Keyingi misol, tomonlari uzunligi 32 hamda 80 bo'lgan to'rtburchak burchakdan eng kamida nechta bir xil kvadratchaga ajratish mumkin? Demak, biz buni kvadratchalarga ajratib chiqishimiz kerak eng kam miqdorda. Ya'ni buni mayda kvadratchalar ham bo'lsa bo'ladi. Lekin biz iloji boricha kattaroq etib bo'lishimiz kerak. Demak, buning uchun biz kvadrat deganda ikki tomoni teng. Ya'ni shuningdek kvadratlardan necha dona bor buning ichida eng kamida shuni topish kerak. Kvadrat eng kam miqdorda joylashish uchun biz kvadrat tomonni eng katta qilib olishimiz kerak. Eng katta. Ya'ni biz o'sha 32 hamda 80 degan tomonlarni bo'lishimiz kerak. 32 ni ham qandaydir miqdorda, 80 ni ham qandaydir miqdorda bo'lishimiz kerak. Bo'ljak sonimiz, ya'ni bu kvadrat tomoni bu. Ya'ni eng katta. 32 dan 80 ham qaysi sona bo'linadi eng katta? Bular 16 ga bo'linadi, ikkisidan eng kattasi. Demak, kvadrat tomonni 16 deb olamiz. 16 deb olsak, 32 degan tomonga 16 degan tomondan 2 dona sig'adi. 80 degan tomon esa 5 ta sig'adi. Demak, jami bo'laklar soni topish uchun bularni ko'paytiramiz. 10 ta ekan. 21-misol. 1700 degan sonni 80 ga bo'lsak, ichidan 1 yetib 20 qoldiq chiqibdi. X ni topish kerak. Ya'ni misol uchun 17 degan sonni biz 5 ga bo'lsak, 3 dan yetib 2 qoldiq qoladi. 17 degan sonni to'liqsiz bo'linma deb aytiladi bu narsa. To'liqsiz bo'linmani yozishtirib aytganman. Bo'linuvchini topish uchun bo'linmani bo'luvchini bo'linmaga ko'paytirib qoldiqni qo'shish kerak. Aynan shu usulni bizlar misolga ishlatamiz. Bo'linuvchini topish uchun bo'luvchi 80 ni bo'linma x ga ko'paytirib 20 qoldiqni qo'shamiz. Bu tenglamani ishlash uchun 80x ni o'zini qoldirib 1700 ni yonidan 20 ni olish etib o'tkazamiz. 1680 teng 80x. X ni topsak 1680 ni bo'lamiz 80 ga. X teng 20 ekan. Keyingi 22-misolimiz 30980 14270 sonlar yig'indisi shu yig'indidan necha marta kam deydi. Bu oddiy misol. 30980 bilan 14270 yig'indisi 54200 bilan 20180 yig'indisidan necha marta kichkina. Bunda birinchi yig'indimiz 45250, ikkinchi yig'indimiz esa 74380 chiqadi. Ya'ni birinchi yig'indi ikkinchi yig'indidan nechalik kamligini topishimiz uchun biz farqini so'rab qo'yibdi. Kattasidan kichigini olamiz. 45250.
Keyingi 23-chi misol. Ifodani qiymatini topish kerak. Bu yerdagi har bir harf qaysi sonni ifodalanishini bilib olishimiz kerak. Buning uchun esa har bir bo'lak qaysi sonni ifodalanishini bilishimiz kerak. E'tibor beramiz. Bu yerda o'sha yerdagi ikki bo'lak orasi 0 bilan 8 orasincha, ya'ni orasi 8 ga teng bo'libdir. Ikki bo'lagimiz 8 ga teng bo'lsa, bir bo'lak 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni har bir bo'lakdan bo'lakka o'tgan sayin biz 4 ni qo'shib borishimiz kerak. Bu yerdagi o'shadek chiziqdagi joyimiz demak 4, bu yer 12, bu joyimiz 20, 28, 36. Harfi bor joylarni yozamiz. Qolgan harflar o'zi bor ekan bizda. Ya'ni M ga to'g'ri keldi 12, L ga 28, K ga 64, N ga esa 80. Belgi ifodani qiymatini topamiz. N o'rnina qo'yamiz 80 plus 28, ya'ni bu ifodani yozib turibman. N o'rnina 80, L o'rnina 28 minus qo'ls ochilgan K o'rnina 64, N o'rnina 12. Qo'lsni ichini boshda hisoblab olamiz. 80 plus 28 minus 76. Buni hisoblasak 88 minus 76 teng 12. 108. 76 mesela 32. Cevap. Keyingi 24-chi misol. Bog'bonning eni 12 va bo'yi 8 metr bo'lgan to'rtburchak shaklidagi bog'i bor. 12 ga 8 bo'lgan to'rtburchak shaklidagi bog'i bor. Bog'bon bog'ning tashqi perimetri bo'ylab yo'l o'tkazmoqchi. Ya'ni tashqi perimetr bo'ylab o'sha tomonlar bo'ylab yo'l o'tkazajak. Yo'lning kengligi 2 metr bo'lib, u tashqi perimetrini o'rab turadi. Ya'ni yo'l o'tkazajak, kengligi 2 metr. 2 metr. Bu taraf ham 2 metr. Bu ham 2 metr. Bu ham 2 metr. Bo'lgan yo'l o'tkazajak. Bog'ning butun tashqi perimetrini o'rab oladi. Bog' va yo'lning umumiy yuzi qancha bo'ladi dedi. Umumiy yuzi. Yo'l bilan bog'ning umumiy yuzasi qancha bo'ladi shuni topishimiz kerak. Bizda tomon to'rtburchakning tomoni 12 adad. Uni 12 degan uzunligini bu yon tarafida 2 metr, bu yon tarafidan ham 2 metr qo'shildi. Ya'ni 12 degan tomonga 2 metr 2 metr qo'shib oldik. Umumiy tomon esa bizda 16 chiqdi. Bu yon tarafidan umumiy tomonni topishimiz uchun esa yuqorigacha bo'lgan joyi 8 edi. Yuqorisi 2 metr qo'shildi, pastidan ham 2 metr qo'shildi. Demak, bu 12 metr bo'ldi. Umumiy yuzani topishimiz uchun esa biz ko'paytiramiz. 12 ko'paygan 16 teng 192 kvadrat metr. Yoki metr kvadrat desam ham bo'ladi. Keyingi 25-chi misol. Quyidagi ustunli diagrammada talabalarning bir hafta davomida dars qilish vaqtlari haqida ma'lumot keltirilgan. Diagramma asosida nechta talaba hafta davomida 8 soatdan ortiq dars qilganini aniqlang. Demak, pastki ustunda talabani dars qilgan soatlari berilgan. Bu tarafda soatlar, yuqorida esa talabalar soni berilgan. Yuqori ustunda 8 soatdan ko'p dars qilganlar kerak bizga. 8 soatdan ko'p dars qilganlar. Mana 8 soat dars qilganlar bu ustunda. 8 soatdan ko'p dars qilganlar esa bu tarafida. Shan tarafidagi 4 ustundagi talabalarning sonini qo'shishimiz kerak. Birinchi ustunda talabalar soni
chizimni sal xatoroq chizdim. Bu 8 ga mos tushadi. Ya'ni 9-ustunda 9 set dars qilganlar 8 ta ekan. Keyin 10 set dars qilganlar. 10 set dars qilganlar bular 6 ta. 11 set dars qilgan talabalar 3 ta. 12 set dars qilgan talabalar esa 5 ta. Jami 8 setdan ko'p dars qilgan talabalar 8 plus 6 plus 3 plus 5. Ularni ko'rsak 22. 22 dona. Keyingi 26-misolimiz kvadratni topish kerak. Kvadratni biz biron bir harf bilan belgilab olamiz. A bölü 2 bölü 3 plus 5 teng 10. Bu oddiy masala. Tenglab aytishim shart emas. Og'iz ekan topsa bo'ladi, lekin ishlab ketamiz. Bu 5 ni biz bilan o'tiramiz. Ayrish 5 etib A bölü 3 bölü 2 yani 10 almashib ketdi. 5. Bunu topsak, ina bu bo'lishlarni ko'paytirib o'tkazamiz. Yani qiymat chiqar ekan shunda. Keyingi misolimiz hisoblang. 9 undov belgisi. Shu undov belgisi faktorial deb o'qiladi. Ya'ni bu n faktorial degani 1 dan boshlab o'zinacha, ya'ni n gacha bo'lgan sonni ko'paytiradi degani. Ya'ni 5 faktorial bo'lsa 1 dan boshlab 5 gacha ko'paytirishni kerakligini bildiradi. 9 faktorial minus 8 faktorial taqsim 7 faktorial minus 6 faktorial. Ya'ni 9 faktorial degani 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 ko'paygan, 7 ko'paygan, 8 ko'paygan, 9 plus minus 8 faktorial degani esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mahrajda esa 7 faktorial, ya'ni 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 ko'paygan, 7 plus 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6. Shu ifodani biz hisoblashimiz kerak. Hisoblashning oson yo'li ifodalardagi bor ko'paytuvchilarni, ya'ni birinchi ko'paytma bilan ikkinchi ko'paytmadagi bir xil ko'paytuvchilarni qosdan tashqari chiqarish mumkin. Ya'ni bu yerda bir xillari ikkisidan ham bor. 1 dan 8 gacha bo'lgan ko'paytma bundan bor. Bu ham tarafdan bor. Shularni qosdan tashqari chiqaramiz. Ya'ni yozamiz biz hozir 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 ko'paygan, 7 ko'paygan, 8 chiqardim qosdan tashqariga 0 qoldi. 8 gacha bo'lgani chiqdi. Endi qoldi faqat 9. Minus bu ham tarafda 8 gacha bo'lgan hammasi chiqdi. Hammasi chiqsa hech narsa qolmasa 1 deb yozar edik. Mahrajda esa ikisidan bori 1 dan 6 gacha bo'lgan bundan bor. Chiqarib olamiz qosdan tashqariga. Shunda 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 qosdan tashqariga chiqsa 1 dan 6 gacha bo'lgan chiqsa 7 qoladi. 1 dan 6 gacha bo'lgan chiqsa hech narsa qolmaydi, ya'ni 1 qoladi. 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 ko'paygan, 7 ko'paygan, 8 ko'paygan. Bu ayirmani bir joyga solamiz, 8 chiqadi. Mahrajda esa 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 2 ko'paygan. Yo'q, 7 yo'q. 7ga buni ko'rsak esa 8. Hammasi ko'paytirish bo'lgandan keyin endi qisqartirsak bo'ladi. Ya'ni bunda 1 bilan 1, 2 bilan 2, 3 bilan 3, 4 bilan 4, 5 bilan 5, 6 bilan 6 ketadi, 8 bilan 1 bilan 8 ketadi. Mahrajda hech narsa qolmadi. Demak, javob 7 bilan 8 ko'paytmasi 56 chiqadi ekan. Keyingi 28-misolimiz Azizning telefonining xotirasi 36 GB ni tashkil qiladi. U dastlab telefonning 4 dan 1 qismini, keyin esa qolganining 3 dan 1 qismini, undan keyin esa qolganining 2 dan 1 qismini ishlatdi. Oxirida qolgan qismini muzikaga ajratdi. Necha GB muzikaga ajratgan? Demak, jami bor edi 36 GB. 36 GB ni 3 dan 1 qismini, keyin esa boshda 3 dan 1 qismini sarfladi. Ya'ni sarfladinchalik birinchi holatda 36 ni 3 dan 1 sarf 4 dan 3 ni sarfladi. 4 dan 3 nechaga teng? 36 ni 4 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz. 27 GB sarflandi. Ikkinchi holatdan nechalik qoldi? Qolganining degan so'z bor. Qoldi nechalik?
36 GB edi. 27 GB sarfladi. 9 GB qoldi. Qolganining, ya'ni 9 ning 3/1 qismini sarfladi yana. 3/1 qismini sarfladi. 9 ning 3/1 topsak, 9 bo'lingan 3 ko'paygan 1 teng 3 GB qoldi. 9 GB qoldi. Undan 3 GB ni sarflabdi. 6 GB qoldi. 3-chi holatda esa yana qolganning 2/1 qismi. 6 GB qoldi. 2/1 ni ishlatdi. 6 bo'lib 2 ko'paygan 1 teng 3 qoldi. 3-chi holatdan yana qoldi. Ya'ni 6 GB qoldi o'zini aldin. Yana 3 GB ishlatdi. 3 GB qoldi. Oxirida qolgan 3 GB ni musiqa uchun ishlatdi deydi. Demak, musiqa uchun shu oxirida qolgan 3 GB ni ishlatgan ekan. Keyingi 29-misol. Ketma-ket kelgan tok sonlar bo'lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping deydi. Ketma-ket kelgan tok son. Demak, bu yerda sonni bermagan, ixtiyoriy ketma-ket kelgan sonlarni qo'ysa ham bir xil javob chiqadi bu yerda. Misol uchun ketma-ket kelgan tok son A-nonni 1 qo'yamiz, B-nonni 3 qo'yamiz, C-nonni 5 qo'yamiz. Yoki bo'lmasa almashtirib yozish mumkin. 3 B-nonni 5, C-nonni 7 ketma-ket kelsa bo'ldi. Ikkisidan bir xil javob chiqadi. 2 ko'paygan B, B-nonni 3 minus C-nonni 5 taqsim 1. 2 3 6, 6 dan 5 ayirsak 1, 1ni 1 bo'lsak 1 chiqadi. Ikkinchi holatda esa tekshirib ko'ramiz. B-nonni 5, 2 ko'paygan 5 minus C-nonni 7 taqsim mahrajda A-nonni 3. 2 5 10, 10 dan 7 ni olib 3 bo'lsak 1 3 taqsim 3 teng 1 chiqadi ekan. Javob 1. 30-misol. Bir odamning cho'ntagiga 1, 5 va 10 so'mlik har biridan eng kamida bitta, eng ko'p bilan esa ikkitadan bor. Bu cho'ntakdagi pul miqdori quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin emas. Demak, 1 so'mliklar bor, 2 so'mliklar bor, 3 so'mliklar bor. 1 so'mlik bor, 5 so'mlik bor hamda 10 so'mliklar bor. Ulardan har biridan kamida bitta bor dedi. Eng kamida 1 dona, 1 dona, 1 dona bor. Eng ko'p bilan esa ikkitadan bor dedi. Demak, pulning eng kam miqdorini hisoblash uchun biz har qaysidan 1 donadan olib ko'ramiz. 1 donadan olsak, 1 so'mlikdan 1 dona, 5 so'mlikdan 1 dona, 10 so'mlikdan ham 1 dona. Bularning hammasini qo'shsak 16 so'm chiqadi. Endi eng ko'p miqdorini topamiz. Eng ko'p miqdori esa har biridan 2 dona bor deb olamiz. 1 so'mlikdan 2 dona, 5 so'mlikdan 2 dona, 10 so'mlikdan 2 dona. Buning qiymati 32 so'm chiqadi. Demak, bizlarning pul birligimiz 16 so'mdan katta, 32 so'mdan kichkina. Javobda 16 dan katta, 32 dan kichkina hammasi. Demak, buni endi tekshirishni birgina yo'li qoldi. 17 so'm, 18 so'm, 21, 27 so'mliklarni chiqarib bo'lmay qolish kerak. Shu qoidadan ketib ishlaymiz, boshqa yo'li yo'q. 17 so'mlikni chiqarish uchun biza misol uchun 1 so'mlikdan 2 dona olamiz. 5 so'mlikdan 1 dona olamiz. 10 so'mlikdan 2 dona olamiz. 1 dona olamiz. Shundan qiymati 17 ga teng chiqadi. 18 so'mlikda 18 so'mlikni ishini chiqarib bo'lmaydi. Chiqarib bo'lmaydi. 21 so'mlikda esa ishlab chiqarsa bo'ladi. 10 so'mlikdan 2 dona plus 1 so'mlikdan 1 dona olamiz. 27 so'mlikda esa 2 so'mlikdan 1 so'mlikdan 2 dona, 5 so'mlikdan 1 dona, 10 so'mlikdan 2 dona olamiz. Shundan qiymati 27 chiqadi. Ya'ni 18 so'mlikda biz chiqarib bo'lmaydi ekanmiz bu javob. 5-chi variantni ishladik, tugatdik. Bu video 2 ga bo'linib ketdi. Ikki qismini ham ko'rib
vazifalarni bir qator ko'rib chiqamiz. 6 variantni video dars etib tashlab beraman. Yandagi variantlarni video dars etib tashlaymiz. Maktabda do'stga ishlamaga vaqt bo'lmaydi, shuning uchun video dars qilib tashlab boraman. Iloji boricha 25 variantni tez tugatishga harakat etamiz.